17 kun avval juma namozida jamoat bo'lib Yaratgandan yomg'ir so'ragan edik. O'sha kundan boshlab Alloh taolo rahmat eshiklarini ochdi. Ko'p joylarda yomg'ir yog'di, havo tozalandi, yurtimizga fayz yog'ildi. Odamlar quvonchga to'ldi. Bu duolarimizning bekorga ketmaganining, Rahmon va Rahim zotning mehr va marhamatini yana bir bor ko'rsatgan dalolatidir. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Nega ba'zan duo qilamiz u darhol ijobatini ko'rmagandek bo'lamiz? Aslida esa Alloh taolo hech bir duoni javobsiz qoldirmaydi. Ba'zan biz so'ragan narsamiz shu ondayoq beriladi, ba'zan esa yaxshirog'i beriladi, ba'zan esa sabr orqali qalbimiz pishadi. Lekin bir haqiqat bor. Har bir duo eshitiladi, har bir iltijo qayd etiladi, har bir ko'z yoshu har bir umid Alloh huzurida behuda emas. Biz faqat ba'zida uning hikmatini darhol sezmaymiz, xolos. Duodan to'xtamang, umidni uzmang, qalbni tushkunlikka bermang. Har ne sodir bo'lsa, unda yaxshilik bor deb ishonib yashang. Allohning rahmati keng, eshiklari ochiq, javoblari esa eng munosib paytda keladi, inshaalloh.